Endi şataspasam kim ekan mınау? Kim bu? O Behosh Shapsuvatır. Legendarный Behosh Shapsuvatır. Suvarda barakeldi. Jambul obolsa, Talas audani Shakir Baulining Shabat artisting xas sheberi Behosh palvonning taqimida aqayinlar. Mineki taqimdan suvarib mineki mine Shabis aqayinlar. Jekidara topdan o'zib Behosh palvon bugungi to'yga bata bergan Atkesh qariyaning nemeresi Talas audanining bosh shabandozlarining biri Shabat artisting sheberi Behosh palvon saldi aqayinlar. Jambul audanidan Beshen qariyani, Poljon qariyani singan Juvaldan kelgan Matbay chaqib bata berdi. Bo'ldi pastor. Qalqatqayda kelin dedi. Poljon qariyani chaqib. Qayda ekan qayda ekan? Muzikam Qayrat bormi aslida? Muzikam Qayrat bormi? Barakeldi. Bu tomosha solimda bugungi Ko'kbarga bata bergan jasi 87 ga kelsa-da, at ustida yurgan Atkesh qariyaning nemeresi, Daniyar ko'kemning bolasi, Sadu Shakirov aulining tumasi, Talas audanining bosh shabandozlarining biri Behosh shabandoz saldi. Astindagi Daniyar papasining baptovundagi baqqasqasi qo'y mineki. Keshegi Dosmalik Omarning 10 million ko'kbarında salgan polvon aqayinlar bu jigit. Mineki Talas audanidan sol ko'kbarda o'sa Behosh bir Chimkentning menmin degan polvonlarning taqimidan suvirib turib salgan polvon aqayinlar. Mineki bugungi tomosha ko'kbarga bata berishgan Beshen qariya kengishlar Shartaqqa Beshen qariya. Borjan qariya yo'lidan bor.